Akalar, mana shu bir xona uyimizga nech pul rasxod ketgan, uni videoni oxirida aytib o'taman. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, bo'lmasa ketdik. Bu xonaning ichi bu dush bo'ladi. Bu yerga dushovoy kabina qo'yiladi. Mana dushovoy kabinaning kanalizatsiyasi qulab qo'yiladi, chiqib ketaveradi. Bu xona o'zi bitta bo'lgan. Bundan oldingi videolarni ko'rsalaring, stena qilingan. Bluetooth ham bor. Buni ranglar har xil o'zgaradi endi. Men telefonim zo'r emas. Ko'rsatib harakat qilaman. Endi chotki ko'rinyapti. Ranglari o'zgaradi. Ko'rib Xo'p, endi bu xonaga nech pul ketganligini hozir aytib o'taman. Birinchi bo'lib materialga ketgan. Salkam 9 million so'm pul sarflandi materialiga. Kuzatishda davom etasizlar. Videoga minaqa bosib, Liboyga videoni jo'natib qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar.